Ular shunaqangi bir-biriga zanjir bo'lib chirmashib ketadiki, bu agar teskarisiga kelganda ham butun tizimni barbod etib keladi. Ya'niki qalbiy kasalliklar ruhiy kasalliklarni keltirib chiqaradi. Ruhiy kasalliklar esa jismoniy kasalliklarni, jismiy kasalliklarni keltirib chiqaradi. Shunaqa. Va sizga o'zim o'ylagan o'z fikrlarimdan aytsam, ular bir-biri bilan hattoki kelisholmay qolishadi. Kelisholmay. Tushunyapsizmi? Partnyorlar, juftliklar, ruh va qalb, jism va nafs, tana va nafs, aql. Hissiyotlar, mehr, muhabbat, muruvvat, yaxshilik. Bular ruhning qismlari, ruhning tana a'zolari. Xuddi insonda yurak, jigar, buyrak, o'pka, miya, ko'z, qo'l, qosh kabi bo'lganidek. Va bu nafsni jilovlay olmaslik, hattoki aqlning so'zidan ham chiqib ketishi insonda kasallikni paydo qiladi. Inson kasal bo'lishining sababi mana shu. Bular qanaqadir xayoliy yoki bo'lmasa to'qib chiqarilgan so'zlar emas. Bular yaxlit bitta tizim, xuddi inson tanasi va organlar kabi ruh va uning organlari bor. Qalb va uning organlari bor. Lekin ular juda mohirlik bilan yaxlitlangan, birlashtirilgan, ichma-ich. Jism, tana